Burchak zarbasidan so'ng shuningdek 22-raqamda hozir birinchi jiddiy tayyorgarlik ko'rayotgan futbolchini. Mana endi yuqoridan uzatma amalga oshirilyapti. Birinchi gol do'stlar. Hisob ochildi. 7-daqiqaga kelib Nepal terma jamoasi Burchak o'yini bor. Bangladesh bilan. Mana bu hozir gol bo'lishi mumkin. Darvozabon qaytardi. Ikkinchi temp. Yana bir imkoniyat va gol do'stlar. 2-0. Jamoa yetakchisi Sabitra Bxandari gol birinchisida gol urildi. Yuqoridan darvoza tomon to'g'ridan to'g'ri zarbami? Himoya Bxandari Nishat Xokar markazga Raibu bitta chap qanotga ko'chirildi. Yaxshi o'yladi. Gitarana uzatma 4-gol. 4-0. Gitarana chiroyli pas amalga oshirdi va Sabitra Bxandari hat-trik muallifiga. Xo'sh. Ruxsat berildi. Zarba yo'llandi. 5-0. Gitarana gol muallifi. 10-raqamli ko'r jabrlanuvchi. Uch o'yin yakuniga ko'ra Hindiston birinchi o'rinda 9 ochko. 62-daqiqa 6-golni ko'ramizmi? Ko'ramiz. Ha do'stlar. 6-gol. Kutib oling. 21-raqamdagi himoyachi Nishat Xokar standartda yaxshi o'ynadi. Jamoadoshiga mana bu uzatmani taklif qildi va Shri Lanka himoyachisi yo'l bermadi aslo. Pat orqali yana uzatma. Mana gol. 7-si. Gol urilyapti. Boya zaxiradan maydonga tushgan futbolchi Reka Pudel gol muallifi. Imkoniyat bor. 8-golga juda ham aqlli o'ynadi. Zaxiradan qo'shilgan Pujarana 8-0. 89-daqiqada bu golga erishdi Pujarana.